darslarimizdan birini hozir tashkil etamiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz demak turli fasllarda tabiatdagi mavsumiy o'zgarishlar haqidagi tasavvurlarni hosil qilish va ularda amalda oshiriladigan ishlar mavzusida gaplashamiz. Darsimizga hamma tayyorgarlik bilan kelganmi? Ha, ustoz tayyorgarlik bo'lib keldik. Juda ham yaxshi. Ustoz, sizga taklif etsam maylimi? Xo'p, biz ma'ruzada olgan bilimlarimizni amalda qo'llab berib hozir tabiatda bo'ladigan o'zgarishlar, yil fasllari va ularga tegishli oy nomlarini sahna ko'rinishida o'tkazib bermoqchimiz. juda yaxshi bo'lardi. Chunki bolajonlarimiz bilamiz, oddiy so'z bilan tushuntirgandan ko'ra, jonli ularni ko'rsa, his qilsa, ya'ni o'sha sahna ko'rinishida bo'lib o'tayotgan har bitta jarayonlarni, ma'lumotlarni ularni eshitishi, tinglashi, his qilishi orqali ko'proq ma'lumotga ega bo'ladilar. Xo'p, endi sizlarning sahna ko'rishingizga vaqt ajratamiz. Chiqib bemalol tayyorlab kelgan ma'lumotlaringizni yoki qanaqadir sahna ko'rinishlaringiz bo'lsa, bemalol amalga oshirishlaringiz mumkin. Marhamat. Mehr daryo, qalbi qaynoq kursdoshlar. Bugungi faoliyatimizda sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Hurmatli kursdoshlar, hamma faoliyatimizga tayyormi? Kayfiyatlarimiz a'lomi? Demak, biz faoliyatimizni boshlaymiz. Bahorda gullar ochilar, yozda esa quyosh sochilar. Kuz barglari bilan sarg'ayib, qish esa oppoq bo'lib qoplanar. Hurmatli kursdoshlar, men bu she'rni sizlarga bejizga aytmadim. Bugungi faoliyatimizda biz tabiatimizda bo'ladigan o'zgarishlar, yil fasllari va ularga tegishli oy nomlarini sahna ko'rinishida o'tkazib beramiz. Endi biz sahnada hozir qish faslini taklif qilamiz. Marhamat. Oppoq qorlar, yopdi dala, sokin tunlar, oqshom ko'l va har bir shoxda surat yozlar, go'yo mana sahnamizda qish fasli kirib keldi. Bular hozir o'zlariga bo'ladigan o'zgarishlarni, ta'riflarni birma-bir aytishadi. Biz ularni eshitamiz. Marhamat. Qishning birinchi oyi, bayramlarga xo'p bo'yi, dekabr yilning so'nggi, kechroq yorishar tongga. Yanvar yaxlar hamma yoq, ko'chayu tomlar oppoq, daraxtlar tun oladi, ona yerdan oladi. Fevral eng so'nggi oydir, mo'jizalarga boydir, sovuqni haydab solar, bahorni kutib olar. Yoshlarni, oy nomlarini bilib oldik. Endi biz sahnamizda bahor faslini taklif qilamiz. Marhamat. Hurmatli talabalar, mana sahnamizda bahor fasli ham kirib keldi. Ana endi ulardan biz o'z ta'riflarini eshitamiz. Marhamat. Bahorning boshi, mo'ralaydi quyoshi, haydar sovuq qishni ham, dala yam-yashil gilam. Aprel boshlanar ishlar, ekin-tikin yumushlar, daraxtlar kiyar libos, gullaydi o'ziga xos. Mana tugaydi maktab ham, tabiat go'zaldir bilan, pisha boshlar mevalar, sayrar kumda savalar. Biz bahor fasli bilan ham tanishib oldik. Undagi bo'ladigan o'zgarishlar, oy nomlarini bilib oldik. Ana endi biz sahnamizda yoz faslini taklif qilamiz. Quyosh charaqlab, osmon tiniq, dalada pishar oltin bug'doy, archa soyasida bolalar kulib, qo'llarida muzqaymoq voy. Hurmatli talabalar, sahnamizda yoz fasli kirib keldi. Endi bulardan biz yoz faslida bo'ladigan o'zgarishlar, undagi oy nomlarini bilib olamiz. Qaniki marhamat. Iyun ta'tilining boshi, ko'kda porlar quyoshi,
bug'doy yig'ib olinar, qishga zamin solinar. Iyul yozning chillasi, naq qizigan pallasi, anhor to'lib oqadi, tanga juda yoqadi. Avgustda kelar asal, derlar ekining yasal. Dala-yu bog'lar go'zal, serviqor tog'lar go'zal. Hurmatli talabalar, mana endi biz yoz faslidan tanishib oldik. U yoz faslida bo'ladigan ishlarni, oilalarni o'rganib oldik. Endi biz sahnada kuz faslini taklif qilamiz. Sovuq osmondan nima yog'moqda? Daraxtlar bag'ib to'kila ranglar qirmiz. Bizning o'rgamizda oldin kuz. Kuz keldi, yaproqlar to'kar. Shamol yuraklarga sir aytar, pichirlar. Daryo suvlari jim, osmon jimirlar. Bulutlar ketmoqda, sokin ovullar. Hurmatli talabalar, sahnamizda 4-faslimiz, ya'ni kuz faslini taklif qildik. Endi biz bulardan o'zlariga berilgan ta'riflarni va oy nomlarini bilib olamiz. Marhamat. Sentyabr maktab tomon yo'l oladi bolajon. Kuz fasli saxovat, go'yo ochiq dasturxon. Oktyabr keldi bog'lar taron, yaproqlar oltin, yer to'la don. Shamol o'ynar yaproq bilan, tabiat to'lar go'zal makon. Noyabr kuzni so'nggi, unda qushlar go'ringi, janub tomon uchadi, manzilini quchadi. Hurmatli talabalar, mana biz kuz fasli bilan ham tanishib oldik. Kuz faslida bo'ladigan yig'im-terim ishlarini, unda bo'ladigan oy nomlarini, fasllar o'zgarishini biz o'rganib oldik. Talabalar, mana biz sahna ko'rinishlarimizni namoyon etdik. Biz hozir siz sahna ko'rinishimizdan olgan bilimlaringizni qanchalik darajada o'zlashtirganingizni savol tariqasida bilib olamiz. Hurmatli talabalar, savolim shuki, biz qaysi faslda ta'tilni boshlab olar ekanmiz? Qani kim aytadi? Marhamat qiling. Biz ta'tilni yoz faslida boshlab olamiz. Barakallah, juda ham to'g'ri javob berdingiz. To'g'ri, bu tarif bizga berilgan tarif, ya'ni yoz fasli. Ikkinchi savolimizni boshlaymiz. Qaysi faslda hayvonlar uyquda ketar ekan? Qani kim aytadi? Marhamat. To'g'ri, bu bizga berilgan tarif, ya'ni qish. Keyingi savolimiz. Fasllar kelinchagi bu qaysi fasl ekan? Qani marhamat? Bu bahor fasli. Bu bizga berilgan tarif. Oxirgi savolimni aytaman, hurmatli talabalar. Oltinga qiyoslangan fasl bu qaysi fasl? Qani? Kuz fasli. To'g'ri, bu bizga tegishli tarif, ya'ni kuz. Talabalar, bugungi sahna ko'rinishimizdan siz bilimga ega bo'ldingizmi? Ha. Demak, biz maqsadga erishdik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli talabalar, sahna ko'rinishidagi ishtirok etgan faol talabalarimiz, ushbu qilgan ishlaringiz maqtovga judayam maqtovga, boshqa ham yaxshi so'zlarga, e'tirofga loyiq bajargan ishlaringiz biz ushbu sahna ko'rinishimiz orqali nafaqat kursdoshlarimizga, balki ushbu sohada faoliyat olib borayotgan pedagoglar, psixologlar, talabalar, talaba yoshlar, ustozlar va barcha, shuningdek kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalar, buvijonlar, bobojonlar hamma uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Shundaymi? Ha.
Xo'p, sizlarga kattakon rahmat. Shu bilan bugungi amaliy darsimiz, mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xayr.